Siz hech qo'g'irchoqlar oroli haqida eshitganmisiz? Tasavvur qiling. Siz qayerda suzib ketyapsiz? Atrofingizda tuman, qo'lingizda chiroq. Uzoqdan daraxtlar orasida yuzlab qo'g'irchoqlar osilib yotibdi. Ba'zilarida boshi yo'q, ba'zilarida esa ko'zi. Ko'pida oyoq qo'li ham yo'q. Siz qanaqa holatga tushgan bo'lardingiz? Bu haqiqat. Bu Meksikada joylashgan qo'g'irchoqlar oroli hisoblanadi. Bir paytlar u yerda Don Julian ismli inson yashardi. U odamlardan yuz o'girib, orolda yolg'iz yashashni tanlagan. Kunlardan bir kun u suvda suzib ketayotgan qizaloqning jasadiga duch keldi. Shundan keyin u har kuni suvda suzayotgan qizaloqning qo'g'irchoqlarini ko'ra boshladi va o'yladi. Bu qizaloqning ruhi hali tinchlanmagan va uni daraxtga osib qo'ydi. Sabab esa qizaloqning ruhini tinchlantirish edi. Ko'p yillar o'tib, Don Julianning o'zi qizaloq cho'kkan joyda cho'kib o'lgan hisoblanadi. Bu orolni yanada sirli qilgan. Har yili minglab insonlar bu yerga har xil maqsadlar bilan kelishadi. Ammo qo'g'irchoqlar ortida turgan qotilni hech kim bilmaydi.